Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan nima uchun marketplace ish boshlash degan tema haqida gaplashamiz. Bu mavzuyimiz juda ham qiziq mavzu va hozirgi zamonaviy biznesni yangi ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. O'zi marketplacelar nima, ularning qanaqa turlari mavjud? Shular haqida ozgina qisqacha qilib o'tib ketamiz. Hozir O'zbekistonda eng katta marketplacelardan bittasi bu Uzun market hisoblanadi. Unga konkurent bo'lib chiqayotgan marketplacelardan yana bittasi bu hozirgi paytda Yandex Market bo'ladi. Yandex Market bilan Uzun market hozirda juda ham yaxshi raqobatga kirishni boshlayapti. Bu Uzun marketda biznes qiluvchilar uchun juda ham foydali. Nimaga? Chunki ular iloji boricha o'ziga tadbirkorlarni jalb qilishga va ular uchun yaxshi sharoit yaratib berishga harakat qilishadi. Biz bundan foydalanib, o'zimizni biznesimizni sotuvini yanada oshirib, shu biznes orqali yaxshi foyda qilib olsak bo'ladi. Bundan tashqari yana Wildberries, Ozon marketplace'lari bor, lekin ular hali u darajada ommalashmagan. Hozirda eng ommalashgan reklamasi kuchligi bu Yandex Market bilan Uzun market hisoblanadi. Endi bizga nima plusli beradi Yandex Market, Ozon market, Uzun marketda ish boshlasak? Bu bizga mahsulotimizni o'zimizni ofisimizda o'tirib sotish imkoniyatini beradi. Onlayn savdoda bizga qulay tomoni hech kim bilan ko'rishib uchrashish shart emas. Dastavka jarayonlarini ham marketplace o'zi qilib beradi. Sizning reklamangizni ham o'zi qiladi. Bu juda ham qulay va biznesingizni rivoji uchun klient topishlarni osonlashtiradi. Marketplace'larning qulay tomoni ular o'zini рассрочка, ya'ni bo'lib to'lash xizmatiga ega. Bular biz mahsulotimizni klientga sotamiz, bizning pulimiz o'zimizga naqd holatda keladi. Marketplace uni pulini bo'lib klientdan oladi. Bu sotib olayotgan odamga qulay bo'lishi bilan bir tomonda biz uchun ham juda ham qulay. Ko'pchilik tadbirkorlar hozir biznes qilishadi, bo'lib berishning imkoniyatimiz yo'q, rasmiylashtira olmaymiz deyshadi. Shuning uchun ham shu yo'li ham marketplace juda qulay. Marketplace yana bir qulay tomonlardan biri, bu bizning tovarimizni butun O'zbekiston bo'ylab sota olamiz. Masalan, Toshkent shahrida ishlab chiqaruvchi tadbirkor o'tirib faqat Toshkentga emas, butun viloyatga marketplace'lar orqali tarqatsa bo'ladi. Bu logistika tomonidan qulay va dastavkani ham ancha arzon qilib beradi. Bu prodajani oshirishga ham juda katta imkoniyat beradi. Agar siz o'zingiz mahsulotingizni Instagram, Telegram tarmoqlari orqali reklama qilsangiz, klientingizdan so'rab, "Men masalan buni Samarqanddan yoki Namangandan sotmoqchiman, yetkazib bera olasizmi?" desa, siz unga ko'proq dastavka etib olishingiz mumkin. Bitta kichkina tovar uchun ham 200 ming, 300 ming dastavka bo'lib ketib qolishi mumkin. Siz "Meni mahsulotim mana marketplace'da bor, kir, mashinadan ol" desangiz, shundoq kiradi, zakaz qiladi, dastavkasi tekin, shundoq yetib keladi. Marketplace qulay tomonlaridan yana biri bu hisoblanadi. Tadbirkorlar uchun bu hozirda onlayn bozorni eng qulay ko'rinishi. Bizda bu yerda reklama bor, logistika bor, sklad bor. Hech narsani o'ylamasdan bitta kompyuter orqali hamma ishimizni bitirsak bo'ladi. Men endi mana shu marketplace'da ish boshlamoqchi bo'lganlarga beradigan tavsiyam, asosiy sotmoqchi bo'lgan tovaringlarni analiz qilinglar. Agar qurbinglar yetsa, pulinglar bo'lsa, unaqa ko'p o'ylab o'tirmasdan ishni boshlab ko'ringlar. Baribir jarayonni sizlar protses o'sha boshlanganda, praktikada o'rgansanglar, osonroq va tushunarliroq bo'ladi. Hozir marketplace'larning o'zida ham instrumentlar bor. Kirib bozorga bemalol analiz qilib ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa tovarlar yaxshi ketyapti, qanaqa tovarlar unaqa ko'p sotilmayapti, shularni bilib, shu orqali ham biznesni boshlasangiz bo'ladi. Eng muhimi tezroq kirish kerak, chunki yil o'tgani sari konkurensiya ko'payib boryapti, yo'nalishlarda raqobat juda ham rivojlanib boryapti. Keyin hozir men maslahat bergan bo'lardim, Yandex Marketda ham ish boshlashni. Hozir ko'pchilik bizda уже serverlar Uzun marketda o'tirishadi, lekin o'ylashyapti Yandexga o'tmaymi. Ikkita marketplace'da ishlashni hech qanaqa zarari yo'q tadbirkor uchun. Naborot savdosi oshadi, lekin tushmaydi. Yandex Marketda ham tezroq ish boshlasangiz, u yerda hozir usloviyalar ancha yaxshi va ko'p qulayliklar bor. Shunaqa tomonlarni ham o'ylab o'tishni maslahat bergan bo'lardim. Kelajakda meni fikrimcha Yandex Market yaxshi konkurensiya qilib, agar shu tempda davom etsa, Uzun marketdan ham o'tib ketishi mumkin. Biznes deganda ko'pchilik
ko'p ish qilishi, ko'p pulni o'ylaydi, lekin hozir mana zamon rivojlangani sari mana shu marketplace'lar orqali oson bizneslar ham ko'payyapti. Asosiysi o'rganib, o'zini ustida ishlab, shu marketplace'larda ish boshlasanglar, mani fikrim, xudo xolasa, kam bo'lmaysizlar. 1-2 yil ichida bu biznes yanada katta trendga chiqadi. O'zim mana Rossiyada tanishlarim bor. Rossiyada bo'lgan keyslarni ham ko'rib aytishim mumkinki, hozir Rossiyada marketplace'lar уже boshqa o'rinda. Ular katta biznes hisoblanadi. Kim o'sha marketplace'da narsa sotsa, уже ancha opiti bor, oboroti katta, klientskiy bazasi ham juda katta hisoblanadi. Agar marketplace haqida yana savollar bo'lsa, kommentariyada berib ketsanglar, hamma kommentariyani o'qib chiqib, savollarga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Men o'zim ham 2 yildan beri marketplace savdo qilaman. Biz asosan mebel sohasini yurg'izamiz, mebel jihozlarini o'zimda boshlaganmiz, hozir Yandexga ham o'tganmiz. Marketplace'da sotib, O'zbekistondagi mebel yo'nalishini rivojlantirib kelyapmiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska esdan chiqmasin. Yana qanaqa temalarda video olaylik, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Salomat bo'lasizlar. Hammaning ishiga rivoj.